Xurrak otish qanchalar xavfli? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Odatda bizda O'rta Osiyo xalqlarida hamma xurrak otadi va bu odatiy hol deb o'ylashadi. Aslida ham shunaqami? Yo'q, aslida bunaqa emas. Bu xavfli kasalliklarning signali bo'lishi mumkin. Odatda biz oddiygina shunchaki xurrak deb ataydigan so'z meditsina tilida apnoe deb ataladi. Odatda semirishda juda ham qattiq semirib ketganda, bo'yin atrofini yog' qoplab qolganda va bu qavat bo'lib ketganda, kechasi uxlagan odamni nafasi bir necha soniyaga to'xtaydi. Agar semizlik juda ham yuqori darajada bo'lsa, bu holat bir necha bor takrorlanadi. Nafas to'xtaganda nima bo'ladi? Miyaga kislorod yetmaydi va bu holatda odam uyg'onib ketishi mumkin. Va bu holat qayta takrorlanaversa, miyaga kislorod yetib olmagani tufayli kunduzlari stress, charchoq, asabiylik sodir bo'ladi. Va bu holatni oldi olinmasa, ya'ni ozilmasa, tunda nafas to'xtab qolishi va qayta uyg'onmaslik mumkin. Shunday ekan, semirib ketmang. Ortiqcha vazningiz bo'lsa, albatta ozing.